Zakot berilgan mol har qanday balo ofatlardan saqlanishligi haqida ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak bir hadis shariflarda aytadilarki, hassinu amwalakum bizakat. Qarang, hassinu amwalakum bizakat. Mol va dunyoyingizni, boyligingizni zakot bilan saqlang, muhofaza qiling dedilar. Qarang, boyligingizni zakotini berib muhofaza qiling dedilar. Balo ofatlardan, talofatlardan va davu mardakum bis sadaqa dedilar. Kasallaringizni, bemorlaringizni sadaqa bilan davolang dedilar. Bir kasal bo'lganimizda chin qalbimizdan Alloh uchun birovga bir infoq ihson qilaylik, o'sha kasalingizdan tuzalib ketasiz. Rasulullohning bashoratlari, Payg'ambar alayhissalom so'zlari, biz o'zimizdan aytganimiz yo'q buni. Mol va dunyoyingizni zakot bilan muhofaza qiling. Bemorlaringizni, kasallaringizni sadaqa bilan davolang. Va a'iddu lil bala'i du'a, va balo ofatlarga duoni hozirlang. Ya'ni duo bilan balo ofatlarni daf qiling. Allohdan so'rang dedilar Payg'ambar alayhissalom. Mana shu 3 narsa demak biz uchun eng katta ko'rsatma. Shunga amal qiladigan bo'lsak, haqiqiy bu dunyo hayotidagi saodatga erishamiz.